Oddiy sifati. Waterproof. Xohlasa, bu uyda отопление ishlarini qilib berganmiz. Ozgina podключениесini berdik. Kotelimiz yonib turibdi. Xayr kotel qo'yib berganmiz. 40 lik одноконтурный bo'ladi. 3 bo'lganmiz bu yerni. Birisi teplый pol, ikkisi radiator bo'ladi. Sistemamiz лучевой sistemada o'tgan bu uyda. Ko'rib turganlaringiz kuxnya bo'ladi. 2 bo'lganmiz общий. Radiator ham bor bu yerda и teplый pol ham bor. Suvlardan montaj qilib berganmiz bu uyni. Bu yerda sanuzeli bo'ladi. Bu yerda teplый pol и suvlarni montaj qildik. Sistemamiz aytganimdek лучевой sistemada. Bu yerda yana 3 dona radiatorimiz tushdi. И kollektor shitni jo'ra qo'yib berganmiz yana. Bu yerda teplый pol, bu yerda radiator bo'ladi. Ikkinchi etajdan лучевой sistemani bitirib berganmiz. Bunda yana devorlarni kesib, akkuratni etib. İkinci etaj kısmımız. İkinci etajda общий 5 tane şimdi toşyamız var. Uyni qizishi zo'r oladidan bunda ham meri effekti bir xil bo'ladi лучевой sistemada yana. Chexolli turbalarda 16 lik bo'ladi. Kim shuning sifatli santexnika xizmatlariga kerak bo'lsa, bemalol bizlarga murojaat etaverasizlar do'stlar. Bu obyektimiz yan tomonimiz yana ferma ko'chani boshchi bo'ladi. Shuni do'rzimdagi gazonning yonida. Shuning santexnika xizmatlari bo'lsa, bemalol murojaat etaverasizlar.